meditsinada tomatis terapiya qilamizda. Tomatis terapiyani asosi nimada joylashganki, bola embrion holatda, ana autistlarga shu pedagogik defekt, logopedagogik или xulq muammosi bo'lgan bolalarga yaxshi yordam beradi deyishadi. Nima uchunki, mexanizmiki, o'sha homilador vaqtida bola onani ovozini eshitadi-ku. To'g'rimi? Eshitadi. O'sha ovozni, o'sha apparat onani ovozini, so'zlari bor, aytkizdirib o'qitamizda, o'sha ovoz bilan bolaga tadbirat qilinadi muzikalar. His-tuyg'ularni uyg'otadigan, his-tuyg'ularni korreksiya qiladiganda. Tushunyapsizmi? Endi qarangki, shunday zamon rivojlanyaptiki, bizlar bolani his-tuyg'ularini telefonlar bilan, texnika bilan yo'qotyapmizda, keyin pul sarflab doktorlarga kelib, o'sha his-tuyg'ularni endi apparat bilan uyg'otishga majbur bo'lyapmizda, onani ovozini yozib olib. Undan ko'ra o'shani o'z vaqtida bolaga bersa, mana shunaqangi bugungi kunda katta muammolardan bo'lmaydi.